Assalomu alaykum do'stlarim. Men sizlarga bugun ajoyib Dallas'ning ilovasini ko'rsataman. Bu Dallas Players App degan ilova. Dallas Players App'ga kiramiz. Mana boshidagi o'zi karta turibdi bitta 2026 ochishni bosganimizda kiradi. Buni holga kelmaydi-yu. Endi meniki ochilgan. Hozircha internet ishlamayapti. Mashqdan futbolchilarni ham kuchaytirsa bo'ladi. Masalan, Atletico Madrid, Lukman masalan. Mana bu darajasini 100 Dallas'larga bu ta'sir qiladi. Buni pasaytirib bo'lmaydi-yu, lekin bu xohlagandek maza qilasizlar, lekin tanga olmossiz. Men bu pul bo'ldi, mana kartani mana qildik. Dallas'imizga o'tadi. Bunga hech qancha anaqa kerak emas. Mana Alvarez. Buni ham full holatga keltiramiz. Alvarez full bo'ldi mana. Dallas'ga kirsalar shunda Dallas'da ishlar futbolchilar full. Menda endi bitta futbolchi yaratishlar mumkin. Mana oldin 99 paslari ham, kontrollari ham 99 qilsalar bo'laveradi. Keyin meniki borasizlar. Bu 150 dan 220 gadir santimetr kerak bunga. Men 220 deb eng oxirgisini aytaman. Menga ism kiritamiz. Jo'rabek. Bekam kiritdik. Betga iloji boricha 100 yaqinroq oliydan rasmlar kerak. Mana masalan, mana bu rasm. Mana rasm belgilandi. Xohlasalar menda hujumchilarni aniqlab olishlar mumkin. Mana kartani chiqardim mana. Ana bu karta mening kartam. Dallas'imga ham o'zim o'tkazib olganman shu kartani. Ko'rishlar mumkin mana. Keyin buni o'tkazib bo'lgandan keyin eng o'ng tomondagi mana shu yerda bosamiz. Keyin chiqib ketaveramiz. Bittadan ham xohlagan futbolchilar 10 ta full qilsalar bo'ladi. Full. Masalan, Ispaniyaga kirsak, mana bu yerda Grimaldo. Shuni full qilamiz. Birinchi bo'lib hammasiga teng yetkazish uchun men 90 necham qilmoqchiman bunaqalarini. Kontrollarni. Mana Grimaldo full holatda. Keyin eng chekka o'ng tomondagini bosamiz. Va nihoyat sizlarda ham bo'lsa sizlarga keladi. Buni menga sizlarga ko'rsatyapman. Men uchun kanalimga obuna bo'linglar. Yamal ham full bo'ladi. Yamaliddin. Yamal va nihoyat full bo'ldi. Buni saqlab qo'yamiz. Endi biz Williams jerda full qilamiz. Full qilish uchun biz kuchaytiryapmiz. Aytgancha meni kanalimga obuna bo'lishni unutmanglar. Eng zo'r yangiliklarni, eng zo'r Dallas sirlarini sizlar uchun men aytaman. Meni kanalimga obuna bo'linglar. Unai Simon, bu GG,
Bittadan kuchaytirish Dallasga ham tashlasa bo'ladi. Men hozircha hamma futbolchilarni full qo'yganman. Mana Manchester City. Bitta Abduqodir Husanov bor eng zo'ri. Abduqodir Husanovni mana biz uni 88 qilamiz. 88. U vel mana birinchida yuzi bu tezligi. Abduqodir Husanov 88 full. Shu bilan o'zimizga o'tkazib olamiz. Sizlarda futbolchilar yo'q bo'lsa ham mana Donnarumma. Sizlarda futbolchilar yo'q bo'lsa ham o'tkazidoni bor, lekin bu $1 o'tkaziladigan futbolchilar bor bu yerda. Yo $1 hech qancha bas-ku. Hozircha 2026-yil 15-avgustga qiyoslasak bu 12.000 so'm $1. Donnarummani full qilamiz. Donnarumma full. Xohlasalar ba'dan kesib baqa o'tkazasizlar, ba'dan kesib baqa o'tkazasizlar. Go'kkasini oshirish uchun o'tkazib turaverasizlar. Mana endi full oldik. Xohlaganlar. Agar men tanga metta qopcham tugab qoldi, mana Monedas degani mana sariq qopcha. Agar o'sha bo'lsa, meniki Ronaldo desalang Ronaldo chiqarib beradi sizlarga. Xohlagan unaqasini Ronaldo Dallasdagi barcha futbolchilar chiqarib beradi. Mana Norvegiyaga Haaland bor. Haaland 86. Buni ham full qilib qo'yik biz. Bu hozir boshqa birovga men kuchaytirib beryapman. O'zimda akkauntim full. Mana buni ham saqlab oldik. Bitta xohlagan futbol Fransiya. Chouamini ham kuchaytirsa bo'ladi. Har bitta futbolchini kuchaytirsa bo'ladi. Metta Mbappe. Buni ham kuchaytirib qo'yik. Real Madrid futbolchisi. Mana Mbappe full bo'ldi. Fransiyalik posbon. Michael Olise 80 bo'pti. Lisa 86 adashib ketdim, uzr. Do'stlarim, men sizlar shu yerda xayrlashaman. Meni kanalimga obuna bo'lishni unutmang. Agar menikiga obuna bo'lsangiz, dunyodagi eng zo'r yangiliklar menda bo'ladi.